Agar yeringiz sho'r bo'lsa, suvsizlikdan muammo bo'ladigan bo'lsa, sizga tavsiyamiz Sorga Sudanka, endi Serbiya davlatidan olib kelinadi. Suvsizlikka, sho'rga, issiqlarga chidamli. O't o'smagan yerlarda hattoki Sorga Sudanka o'sib chiqqan. Ko'rishinglar mumkin o'zingizlar. Chorva uchun eng zo'r oziqa. Shakar miqdori 14-18% gacha bor. Bu yerda faqat makka jo'xori eksak deyapti, mana shunday bo'ladi deyapti. Har 10 metrda bittadan bo'lardi. Hech narsa o'smaydigan o'ta sho'r zona ekan. Mana sho'rligi. mana sho'r. Sho'rlar, mana ko'rishinglar mumkin, oq sho'r. Bu yerda hech narsa o'smasdi. 30-35 kunlik holati. Yana bir 30-35 kunlarda bu bo'ylari 4 metr bo'lib, silosga tayyor bo'ladi. Lekin endi e'tibor bersangiz mana. Qarang o'mongan ekan. Qarang. Ko'cha son to'liqdi. Ha. Sho'r bo'lishiga qaramasdan o'smay qolgan joylari yo'q. Ha. Dahshat. Shirinligidan qurtishganda. Endi bu daladan 50-60 tonna oladi. Demak, sho'r, o'ta sho'r joyda. Ideal yerlarga eksangiz 100-110 tonnagacha beradi. Suv masalasiga qanaqa? Suvga o'ta chidamli. Hozir akam aytayaptilar, bu endi zo'rg'a ikkinchi suvni berganimizdan keyingi holat. Mana o't yo'q. O'tga qarshi kurashmaysiz, sho'r yer ekan. Sho'rga qancha bo'ldi shunda? 20 mashina oshib o't berdi-da. Ha, yaxshi.